Assalomu alaykum. Qutlanli Qushbaq kuningizni hurmatli No'qat Qo'g'ar 24 kanalining qatnashchilari. Bugungi kunga 27 sentyabr kuni ertamen banklarda kurslar qanday bo'ldi ekan, shu yerdan ma'lumot olib beramiz. Bizdan olsangiz like bosib, kommentar yozib qo'yinglar. Hurmatli No'qat Qo'g'ar 24 kanalining qatnashchilari. Doimo biz sizlarning xizmatingizlardamiz. Az bankning janna ko'rishcha tinch bo'lmasa az bank janna ko'rishamiz. Assalomu alaykum. Biz hozir Boqay bankka keldik. Boqay bankda 83.00 dollar, 81.00 euro, 1 so'm 35 tiyin rubl ekan. Rubl kechagi bo'ydan ekan, hurmatli tuğanlar. Ko'tarilib qolishi mumkin. Sabr qilamiz. Doskredit bankka keldik. Doskredit bankda 82 so'm 70 tiyin dollar, 82.00 euro, 1 so'm 34 tiyin rubl ekan. Qozoq tengasi 1 so'm 19 tiyin ekan. Baytüşün banka geldik. Baytüşün bankta 82.00 dolar, 82.00 euro, 1 so'm 35 tiyin rubl ekan. Baytüşün bankta kurslar turuklu böyle ekan. Az biz azca bank nemege boramiz. Ekoslam banka var. Ekoslam bankda qancha ko'rishib ko'rishamiz. Ekoslam banka keldik. Ekoslam bankda 80 so'm 50 tiyin dollar, 79 so'm 50 tiyin euro, 1 so'm 34 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuğanlar, biz hozir Finka bankka keldik. Finka bankda 82 so'm 60 tiyin dollar, 80 so'm 50 tiyin euro, 1 so'm 35 tiyin rubl ekan. Qozoq tengasi 19 tiyin ekan. Shundan bugun No'qat Qo'g'ar 24 kanali sizlar bilan ko'rishib qo'ydi. Albattagi chiqarish bilan ko'ramiz. Sog' salomat bo'linglar. Albattagi ko'rishguncha tinch bo'linglar. Assalomu alaykum.